2-3 kunda qilib beraman aka pulingizni. Tinchligim Baxtiyor. Arendani berishim kerak edi, o'shanga 300 yetmayapti. Ha bo'ldi o'rtoq. Men 300 olganda arendani hal qilgan, keyin surishib ketamiz. Voy palaka. Nima qilyapsiz aka, qaramaysizmi ko'zingizga? Aka ozgina telefonga chalib qolmanda. Nima qilamiz aka buni endi? Aka hozir shunday bir minut gaplashib olaylik. Aka buni bamperga ketibdi-yu. Bamperni ishib o'tiradi, yangi olib beramiz. Aka $100 beringlar, o'zim qildirib olaman. O'rtoq, bu trekkerga xaridorim ko'p. Agar rostdan olsang, kutib turaman. Bo'ldi o'rtoq, 1 soatdan keyin gaplashamiz. O'rtoq mashinamni urib olganimni bilasan. Shunga bitta zo'r trekker chiqyapti-da, 3000 yetmayapti faqat. Voy, sal xarajatlarim ko'payib ketib qolibdi, unaqa pul yo'q hozir. Shunaqa degan. Ha, o'rtoq, bo'pti, keyin gaplashamiz. To'xta o'rtoq, bu narsa yeymiz. Qo'lingdan kelmasa nima qilasan? Katta gapirib. Bo'pti, gaplashamiz. Mana manda arizani 1 kilo solib bering. Baxtiyor, telefon o'qsam, telefoningni ko'tarmaysan, tinchlikmi? Sardor, hozir ishlarim ko'p edi, keyin gaplashamiz. O'tgan safar yordam so'raganda senga bera olmay qoldimi? Shundan keyin ham sen bilan o'rtoq bo'lib qolsak bo'laveradimi?